Samgasi hududida 2,6 sotuq, ya'ni undan ham oshiq sal bo'lishi mumkin. Ana shu hovlichamiz sotilyapti. Fasadi 12 metr bo'lyapti. Ko'chalari keng. Darvozaxonamiz kattagina, mashina qo'yish zonasi. Darvozaxonani yopganlar. Endi o'zlariga shunaqa sharoit qilganlar. Hovli kattagina, rastorini. Seksionlar separalangan. Mana bu yerda bitta xonasi. O'ng qo'limizda yana bitta xona. Ikkinchi xona, ya'ni mehmonxona qilsangiz ham bo'ladi. Bu yerda esa yana bitta xonamiz. Uchinchi xona. Bu yerda to'rtinchi xona. Patologlar natijali qilingan va mana bu yerda hol qismi bo'lyapti, ya'ni o'tirish zonasi, hovliga chiqish. Bu yerda esa oshxona bo'lyapti. Kafelar qilib qo'yilgan, tayyor. Va bu yerda общий sanuzor. Sanuzor ikkita bo'lyapti. Isitish tizimi двухкомнатный котел plus ariston qo'yilgan. Radiatorlar va mana bu yerda orqa hovlisiga chiqishga joyimiz, yana plus yana bitta sanuzor bo'lyapti. Suv qo'yilgan, qo'shimchasiga yana bitta toshga qo'yilgan ovqat pishirish uchun oshnoncha. Bu orqa hovlisi. Orqa hovliga mana bu yonidan yana bitta yo'lak ham qo'yilgan. Darvozaxonadan to'g'ri primoy kelasiz. Manzilni yana eslatib o'taman. Samarqand shahar Samgasida joylashgan eski bozorchani oldida 2,6 sotuq, undan sal oshiq bo'lishi ham mumkin. Xo'p, bu hovlimizni narxini 120 ming dollar deyapmiz, yana savdosi bor. Kimga agar qiziq bo'lsa, srochno aloqaga chiqinglar, pastda nomerlar qoldiraman. Videoga bitta like va podpiska bosishni esdan chiqmasin. Mabodoga 3 xonalik kvartira bo'lsa, ustiga doplata qilaman desangiz ham bo'lar ekan. Shunaqa varianti ham bor. E'tiborga rahmat. Xayr, salomat bo'ling.